Assalomu alaykum hurmatli YouTube chorva ishqibozlari, kanalimiz obunachilari. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Guliston qishlog'idan 3 bosh sotiladigan xunojinlar bor. Shularni sizlarga ko'rsatib, narx-navolarni yoritib berishga harakat qilamiz. Bugungi sanamiz 5-iyun haftaning muborak juma kuni. Hammaga juma ayyomi muborak bo'lsin. Juma tongi hammaga xayrli kesin, omadli kunlardan bo'lsin. Jonivorlar. Xunojinning zo'rlaridan bor. Ko'ringlar, kimga narx sifati yoqib qolsa, har doimgidek telefon raqamlar ekranda turibdi. Aloqaga chiqib savdo qilib olaverasizlar. 2 bosh aloqada cho'rni pyostra xunojinlar va 1 bosh gibrid xunojin. Endi qolgan ma'lumotlarni Abduqohir ukamizdan olishga harakat qilamiz. Abduqohir, assalomu alaykum aka, so'rashib ko'raylik. Xizmatda. Qalaysiz? Obunachilarga salom. Charcha qolmayapsiz? Rahmat aka, yaxshi kelib oldingizmi? Sizmisiz? Sog'liklar yaxshimi? Zo'r aka. Obunachilar yaxshi ikkita rossiyskiy xonadondan elindik. Aha. 2 bosh rossiyskiy va 1 bosh gibrid. Gibrid. Mana rossiyskiy ham gibrid o'zi mana. Mabiyami? Shuncha polvonligi bor. Polvongina bitta tutaylarni ko'rsatib chiqaychi. Qani? Mol ko'ringlarchi. Guli-guliga tushgan ekan ikkalasi, bir jup qilib olib boqqanga zo'r, haqiqiy xudo xolasa zo'r bo'ladi. Abduqohir, narxlari ham zo'r bo'ladimi? Narxlari ham zo'r bo'ladi aka. Juplab tashab qo'yaman ikkalasini deydi, qon qilib narx aytamiz, a? Aka, ikkalasi ham shoxli variantida mana. Aka, narigini shoxini ozgina urib oldi. Mana? Ha, shu tomonda yashil pashil deb o'ylashmasiz? Aha, shoxini ozgina urib olibdi, urib olgan ekan, qatib qolibdi. Qoldi, просто zelyonka kuyganida rangi qolib ketgan. Ha, dorisini qo'yib qo'y. Qatib bo'lgan. Tutayni ko'rsataylik. Taglarini ham ko'rsating. Mashalloh. Ko'ringlarchi, ikkita, to'rtta. Bitta kichkina, shu kichkinagina orchasi bor ekan, u yelin solganda ko'rinmay haligi bir chekkasiga chiqib ketadi. Ha, bezlaganda yo'q bo'lib ketadi-ku. Gap yo'q mana. Yeyishga baho berib qo'yasizlar. Mashalloh. Bularda xunojinlarning bo'yni balandliklari. Aka, narigisi 1.15 plus, mana bu 1.20 plus. Bittasi 1.15 plus, bittasi 1.20 plus, ha? Xo'p, tas ikkalasining narxidan boshlaveraylik, keyin gibridning ma'lumotini beramiz. Aka, ikkalasiga bir yerda 41 million berishsin. Jupiga. Jupiga. Xo'p, bularning yosh oyliklari. Taxminan endi bilmadik, endi bu nariginiki bir 8 oylik chiqadi. 7 oylik, 8 oylik. Bunisi ochishga yaqinlashib qolgan, bir 11 oylik bo'lsa kerak aka. Xo'p, endi ikkalasi endi mana shisi bir 8-9 oylik bo'lsa, narigisi yoshiga bormagan shu 10-11 oylik atrofida. Aha, shunaqangi. Lekin polvon variantlari ekan. Oyoqlarni ko'ringlar, stakan tuyoq. Zo'r, mana yeb ichishlarga kafolatini beraverasiz. Ha, yeb ichishiga, sog'ligiga garantiya beramiz bir haftaga. Gap yo'q. Gibridni nima deymiz? Aka, bu kichkina gibridda 15 million bersin. 15 million. Galishtin gibrid. Simentalga galishtin gibrid. Sozasidan. Taylarni bitta olib qo'ying. Qani bitta ishlab turasiz, bitta Ostilarni bitta ko'ring, ostilarni. Ko'ring ostilarni. Qani jonivordi. Vo, 4 ta ortiqchalari yo'q. Xudo xolasa zo'r yelin solib beradi kelajakda. Galishtenga semental gibridlashgan bo'lsa, bu ham sut, ham go'sht yo'nalishi bo'lib, ingichka bo'lmaydi-da. Bu taxminan yosh oyligi 3 oylikdan o'tgan-a bu? Ha, shunaqa 3 oylik atrofida. 4 oylik bo'ldi. Ha, 3 oy 4 oylik atrofida. Endi bu sutdan chiqqanda bir, ha, sutdan chiqqanda hisobigacha nima qilgan mehr talabroq, aytasiz, mehr talabroq. Mehr talab. Ozgina bo'sh yayovda yurib va uvda yurib kepakni yeb tursa, yirik kepakni. Osh jonivor. Ishtahalari zo'r lekin. Zo'r bo'lib ketadi, xudo xolasa. Ishtahalariga gap so'z yo'q. O'tkazib yuboring buni. Buni bo'yini balandligi 1 metr plus. 1.5 chiqdi. Ha, 1 metr plus 1.5 ga borib qoladi. Ko'ringlar, xudo xolasa 15 million gibrid xunojin. Silaydigan joyi bormi? Yana 14,5 million qilib beramiz aka obunachilar. Gap yo'q. 14 million 500 deyishdi. Bemalol so'rab savdo qilib olaverasizlar. Kelib, yedirib, ichirib ustida savdo qilib olaveringlar mana. Xunojinlar o'ynab turibdi. Sal narxini kelishtirib qo'yamizmi? Aka, kelishtirib qo'yamiz aka. Necha qildingiz? 41 million dedim hali. Endi siz yaqinroq qilib ayting obunachilarimga, sal o'tib bering. Degaysiz aka,
Kekalasi bir yerga bo'lsa, dangal odam bo'lsa 40 millionga beraveramiz. Dastavkasini qilib beraman. Jupiga 40 millionga ketaveradi 40 millionga dastavkasi. ketaveradi. Dastavkasini qaygacha qilib bera olasiz? Imkoniyat. Vodiy bo'ylabda aka qolgan yerlarga yordam beraman, kelishamiz. Mana turibdi, uchar dastavchik turibdi. Yetkazdirib olib beraveradi, xudo xolasa. Mashina bor. Bemalol 5 gaz yetkazdirib olib beradi. Uru bek mashinada bemalol tortmaloqaga chiqinglar. Jupiga 40 million baho etildi. Bemalol kami bor savdo qilib olaverasizlar mana. Xulosani tutaylari zo'r. Xudo xolasa sut yo'nalishiga mol qilib olaman degan akalarga tavsiya qilamiz. Hurmatli tomoshabinlar, videomiz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Guliston qishlog'idan bo'ldi. Kamchilik xatolari bo'lsa uzr so'raymiz. Bitta like bosib, kanalga mehmonlar obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlarga yangidan yangi videolar joylab boryapmiz. Sizlar uchun mana zo'r tanlovlar ko'rsatyapmiz. Mana oq qorasi joy-joyida kelgan, ikkalasi ham bir-biriga jup qilib olaman deganlarga katta xudo xolasa tavsiya qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hamma chorvasiga Alloh baraka bersin. Topganimiz yaxshi kunlarga nasib qilaversin hammamizga.